Illuminansga xush kelibsiz. Texnologiyalar, infratuzilma va insonlar atrofida barpo etilgan global, raqamli ekotizim. Biz foydalanuvchilarni, raqamli vositalarni, infratuzilmani va ekotizim mahsulotlarini yagona muhitga birlashtiramiz. Illuminans markazida ekotizimning har bir elementi o'ziga xos vazifani bajaradigan kompleks platforma joylashgan. Quantum noda ekotizimning texnologik asosini tashkil etadi hamda uning infratuzilmaviy rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Web sahifa, foydalanuvchi platformasi, infratuzilma va ekotizim mahsulotlari yagona arxitekturaning o'zaro bog'langan elementlari sifatida ishlaydi. Ushbu arxitektura atrofida Illuminans umumiy mahsulotlar, muloqot va hamkorlikdagi rivojlanish orqali birlashgan xalqaro hamjamiyatni shakllantirmoqda. Har bir interfeys ortida butun ekotizimning ishlashini ta'minlash uchun yaratilgan arxitektura yotadi. Ekotizim markazida uzluksiz faoliyat yuritish uchun ishlab chiqilgan texnologik arxitektura joylashgan. Sun'iy intellekt, ijro tizimlari, bozor tahlili va aqlli marshrutlash yagona integratsiyalashgan muhit sifatida o'zaro uyg'un harakatlanadi hamda bozor ma'lumotlarini real vaqt rejimida qayta ishlaydi. Ushbu arxitekturaning markazida Quantum noda joylashgan. U ekotizimning hisoblash asosini tashkil etib, ma'lumotlarni muvofiqlashtiradi, intellektual qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi hamda butun tarmoq bo'ylab avtomatlashtirilgan ijro jarayonlarini ta'minlaydi. Uning atrofida Illuminans Grid infratuzilmasi, ya'ni texnologiyalar, operatsion xizmatlar va raqamli mahsulotlarni yagona intellektual tizimga birlashtiruvchi, kengaytiriladigan texnologik tarmoq qurilgan. Platforma har soniyada bir nechta muhit bo'ylab bozor sharoitlarini, likvidlikni, narxlar dinamikasini va ijro etish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Uning maqsadi bashorat qilish emas, asosiy maqsad maksimal aniqlik. Algoritmlar ma'lumotlarni tahlil qiladi, ehtimollikni hisoblaydi, belgilangan shartlarni tekshiradi va faqatgina oldindan belgilangan parametrlarga muvofiq kelsa, tegishli amallarni bajaradi. Sun'iy intellekt marshrutlash jarayonlarini doimiy ravishda optimallashtiradi, ijro samaradorligini oshiradi hamda bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga moslashib, tizimning barqarorligi va operatsion izchilligini saqlab turadi. Har bir jarayon ortida kechikishlarni kamaytirish, ijro sifatini oshirish hamda uzoq muddatli kengayishni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan infratuzilma mavjud. Texnologiyaning o'zi yetarli emas. Ishonch ham puxta yaratilishi kerak. Shu sababli ekotizim operatsion infratuzilmani korporativ hujjatlar, tasdiqlovchi materiallar, rezervlarni tasdiqlash mexanizmlari hamda shaffof hisobot tizimi bilan uyg'unlashtiradi. Har bir qatlamning o'z vazifasi bor. O'lchash, tasdiqlash, ijro etish, himoya qilish. Chunki kelajak eng mashhur platformalarga emas, balki eng mustahkam arxitekturaga tegishlidir. Ushbu infratuzilmaning barcha imkoniyatlari Illuminans platformasida amaliy qo'llaniladi. Bu yerda foydalanuvchilar ekotizimning asosiy vositalaridan foydalanishlari mumkin. Boshqaruv paneli foydalanuvchilarga o'z hisoblari, platforma faoliyati, statistikasi va ekotizimning asosiy bo'limlariga kirish imkoniyati haqidagi ma'lumotlarni yaqqol tasvirlab turadi. Strategiyalar bo'limi platforma ichida ekotizim mahsulotlari qanday tashkil etilganini, shuningdek ularning aniq shartlari, muddatlari va faoliyat ko'rsatkichlarini namoyish etadi. Hamkorlik dasturi foydalanuvchilarga ekotizim ichida tizimli ravishda rivojlanish va platforma atrofida o'z tarmog'ini shakllantirish imkonini beradi. Liderlar va yuksak maqsadli ishtirokchilar uchun GoAt dasturi kompaniyaning rivojlanishi hamda hududiy kengayish jarayonlarida yanada faol ishtirok etish imkoniyatlarini ochib beradi. Tizim ichidagi messenjer foydalanuvchilarni, jamoalarni va hamkorlarni yagona muloqot muhitida o'zaro bog'laydi. Bonus Hub ekotizimda ishtirok etishning yana bir qatlamini ochib beradi. Unda foydalanuvchilar ekotizim topshiriqlarida va hamjamiyat faoliyatlarida ishtirok etishlari mumkin. U ishtirokchilarga faol bo'lib qolish, ekotizim rivojiga hissa qo'shish hamda faol ishtirok orqali mukofotlarni qo'lga kiritish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu vositalarning barchasi birgalikda platformani shunchaki shaxsiy kabinet emas, balki ishtirok etish, rivojlanish, muloqot qilish va ekotizim bilan samarali hamkorlik olib borish uchun to'laqonli ish muhitiga aylantiradi.
Validation Hub bo'limida foydalanuvchilar Illuminance ekotizimining shaffofligini tasdiqlovchi kompaniyaning rasmiy materiallari va hujjatlari bilan tanishishlari mumkin. Bu yerda shaffoflik shunchaki bayonot sifatida taqdim etilmaydi. U rasmiy hujjatlar, verifikatsiya jarayonlari va kompaniyaning ommaga ochiq materiallari bilan tasdiqlanadi. Bu hujjatlar va materiallar nafaqat Illuminance'ning g'oyasini, balki uning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi tuzilmani ham namoyish etishga yordam beradi. Illuminance o'z platformasini, infratuzilmasi va shaffoflik tizimini shakllantirib bo'lgach, rivojlanishning navbatdagi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Bu bosqich texnologiyalarni yanada rivojlantirish, kvantum noda imkoniyatlarini kengaytirish hamda turli yo'nalishlarda yangi imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan. IQN tokeni ham ekotizimning kelajagi bilan bog'liq. Tokenning listing strategiyasi, ekotizimning muhim rivojlanish bosqichlari, token egalari sonining o'sishi, likvidlikni rivojlantirish, DEX bosqichlari hamda vaqt o'tishi bilan bozor qamrovini kengaytirish rejalari asosida ishlab chiqilgan. Illuminance bu texnologiyalarni, infratuzilmani, mahsulotlarni, shaffoflikni, real faoliyatni va insonlarni o'zaro bog'lab faoliyat yuritayotgan raqamli ekotizimdir. Ekotizim bilan tanishing va uning navbatdagi rivojlanish bosqichining bir qismiga aylaning.